Assalomu alaykum. Nega bo'g'imlar g'irchillaydi? Bu xavflimi? Bu bo'g'im usti tog'ayi elastikligi saqlanib turishi uchun sinovial оболочка, ya'ni sinovial qobiq bilan qoplangan bo'ladi. Sinovial qobiqning vazifasi bo'g'im tog'ayi uchun yetarli suyuqlikni ishlab chiqarib turish bo'ladi. Agarda qanaqadir bo'g'imizda qirsillash belgilari bo'layotgan bo'lsa, buni bilingki, oldindan bo'g'imda xavfli kasallikni kelib chiqishini belgisi hisoblanadi. Bu nima hisobiga kelib chiqadi? Bo'g'im tog'aylarini yog'lanishi kamaygani hisobiga bu yerda bo'g'im suyuqligini tarkibiga kiramiz. Bo'g'im suyuqligini tarkibida ko'proq uglekislый gaz, ya'ni karbonat angidrid gazidan iborat bo'ladi. Bu bo'g'im suyuqligining tarkibi buzilganda bu gazlar tashqariga chiqadi bo'g'im ichiga. Bo'g'im ichidagi gazlar qirsillash effektini beradi. Har bo'g'im ichidagi gazi qirsillaganda bu yana bo'g'im suyuqligiga qayta tarqaydi. Shuning uchun ham bo'g'imlarni 1-2 marta qirsillatganimizdan so'ng o'sha qirsillashimiz yo'qoladi. Bo'g'im suyuqligini tarkibini o'zgarishi bu ko'p narsalarga bog'liq. Birinchi o'rinda kam harakatlik, bo'g'imda yetarli qon aylanishining buzilishi. Ikkinchi sababi bu bemorning o'zidagi qo'shimcha kasalliklar, qandli diabet yoki shunga o'xshash qon aylanishini buzadigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Uchinchi belgilari ortiqcha sovqotish. Sovuqda qanchalik sovuqda bo'g'im saqlansa, shuncha qon aylanishi buziladi. Bundan tashqari bemorlarning tug'ma biriktiruvchi to'qimalarning tug'ma kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Bularda ham tug'ma sinovial suyuqlikni kam ishlab chiqarilishi holatlari kuzatiladi. Keyingisi birdan bolalar o'sib ketganini hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni bolalarda o'sishtiruvchi gormonlar ko'p ishlab chiqarilganda o'smirlik vaqtida birdan o'sib ketganida ham sinovial bo'g'im suyuqligi yetishmovchiligiga olib keladi. Bundan tashqari bemorlarda har xil travmalarning asoratlari bo'lishi mumkin. Sportsmenlarimizda oqsilning ko'payishi bo'lishi mumkin. Oqsilning ko'payishi bo'g'im suyuqligini qo'yg'ilashishi va qurishiga olib keladi. Yoshimiz katta bo'lgan sari hammamizda degenerativ o'zgarishlar kelib chiqadi. Shuni hisobiga ham to'qimalarda qatish va sinovial suyuqlikni suyuqlashishi, bo'g'imda qirsillashlar, bo'g'im suyuqligining tarkibini buzilishi kelib chiqadi. Odatda bo'g'imlarni bukib yozganimizdagi kelib chiqadigan qirsillashlar bo'g'im suyuqligini tarkibida xondroitin va glyukozamin moddalarining yetishmasligi hisobiga bo'ladi. Bu yetishmaslik odatda oshqozon ichak sistemasida buzilish bo'lganda yoki sportsmenlarimizda yetarlicha ovqat bilan kirmayotgan bo'lishi mumkin bu. Bunda yoki moddalar almashinuvining buzilishi, endokrinologik kasalliklar va boshqa kasalliklarda ham kelib chiqishi mumkin. Har doim ham qirsillagan bo'g'im bilan shifokorga murojaat qilish shart emas. Qachonki qirsillash, og'riq, qizarish, shishish bilan va bo'g'imning harakati buzilishi bilan bo'lgandagina shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Qolgan vaqtlarda oddiy qirsillashlarda davo gimnastikalari bilan shug'ullanishni o'zi yetarli bo'ladi. Odatda bo'g'imlarda qirsillashlar kuzatilganda birinchi navbatda terapevtga murojaat qilinadi. Terapevt buni aniqlashini oqibatida узкий specialistga, ya'ni tor doiradagi mutaxassislarga jo'natiladi. Tor doiradagi mutaxassislar bularni qayta analizlar, tekshiruvlar o'tkazilishi natijasida revmatolog, travmatolog yoki ortoped yoki artrologlarga yuborishadi. Shu aytilgan tor doiradagi mutaxassislarimiz Premium Medical klinikasida mavjud. Kelib to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda kompyuterli tomografiya, rentgen tekshiruvi va analizlar nima uchun kerakligi haqida gaplashamiz.